oyandasi Siramaysanmi? Yemasang bo'lardi, sal dieta qilsang bo'larmidi? Men qizg'anmayapman, lekin rosa ko'p ovqat yeyapsan. Endi xafa bo'lma, biz do'st achitib gapiradi. Sal o'zingga ham qarasang bo'lardi. Kundan kunga semirib ketyapsan, ba'zan qo'shilib boryapti. Ulanishimdan oldin ancha oson qiz eding. Aytgancha, shuncha kiyim olib berganman, shularni ham kiy. Yoki sig'mayapsanmi ularga? Bu kattaroq olamiz bunisi. Albatta. Xafa bo'lmagin, prosta to'ydan oldin boshqa o'zingga qaragan qiz eding. Keyin umuman o'zingga qaramay qo'yding. Shuni aytdim-da. to'g'ri, men oldin bunaqa emasdim. Doim o'zimga qarab yurardim, har xil kiyimlar kiyardim. Sochimni har xil turmak derdim. Oynaga qarasam, qo'shiq aytgim kelardi. Ichimda bir sho'x qiz yashirdi. Hozir oynaga qaragim ham kelmaydi. Sochim doim tepadan yig'ilgan. Doim sport kiyimlarda yuraman. Aytganingizdek, ustimdagi kiyimni 3 kundan beri kiyib yuribman. Lekin aslida men bunaqa emasdim. Eng alam qiladiganim, siz o'sha qizga oshiq bo'lib, o'zingiz bilmagan holda meni undan uzoqlashtirdingiz. Endi tayyorlamoqchi bo'lsam, qo'ya qol, shu siz ham chiroylisan. Uni kiyma, buni kiyma, u yerga borma, bu yerga borma. Qo'y, ko'p pul sarflamaylik, kelajak uchun yig'aylik dedingiz. Mana endi qarzimiz yo'q, mashinamiz, uyimiz bor, lekin endi men yo'qman. Rostdan ham men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Eng ko'p o'zimni sog'inaman. O'sha eski shaddod, sho'x qizni. U mendan shunchalik uzoqdaki, xuddi men unga hech qachon yugurib ham yetolmaydigandek.